Hicrat peshivolari. Ikkinchi Aqaba bayiti muvaffaqiyatli o'tkazilib, islom dini kufri va jaholat to'lqinida mavj urayotgan ashu sahroning qop o'ttirsidan o'ziga mustaqil bir vatan tutish imkoniyatiga ega bo'lib edi. Payg'ambar alayhisalom musulmonlarga mushu yangi vatanga hijrat qilishga ijozat qildi. Amaliyotda bu bay'at islom da'vat ilib berilayotgandan buyon qo'lga keltirgan eng zo'r muvaffaqiyat edi. Hijrat qilish deganlik moddiy manfaatdan voz kechish, mol-mulk va farovon turmushni qurbon berib, o'z jinini joylab chiqib ketish deganli bo'lmasdan, balki hijrat qilgan kishining mol-mulki talon-taroj qilinishi, hatto halok bo'lib ketishi mumkin. U kelgusi istiqboli texchi noma'lum bir nishonga qarab yo'l oldi. Bu yo'lda qanchalik ko'ngilsizliklar, jafo-mushaqqatlar, azob-uqubat va dishvorchiliklar bor, uni kishi bilmaydi deganni uqtiratdi. Musulmonlar mana mushularning hammasini bilib, uqib turib hijrat qilishga boshladi. Mushriklar bu to'lqinning keyingi xatri va tahdidini nazarda tutib, ularni hijratdan to'sishga boshladi. Birinchi, eng dastlab hijrat qilganlardan biri Abu Salima edi. Ibn Ishoqning rivoyatida u ikkinchi Aqaba bayitidan 1 yil burun hijrat qilgan deyiladi. U ayoli va o'g'li 3 kishi birlikda hijrat qilmoqchi bo'lgan edi. Ular tayyorlanib yo'lga chiqish oldida uning qiyni og'illari uning oldini to'sib, "O'zing yolg'iz chiqib ket. Biz hamshirimizni hargiz mangdirmaymiz. Uni nalarda so'rab yuriysan", deb uning ayolini to'xtatib oldi. Abu Salimaning jamoati uning ayoli va o'g'lidan ayrilib qolganligidan g'azablanib, "Sizlar sohibimizdan uning ayolini to'xtatib olgandan keyin uning o'g'lidan nima haqqinglar bor?" deb balani tortishib yurib, uning qo'lini chiqarib va Abu Salimaning tuqqanlari balani ilib ketdi. Abu Salima bo'lsa o'zi tanha Madinaga qarab yo'l oldi. Ummu Salima bo'lsa eridan ayrilib qolganligi va o'g'lining qo'lidan naka bo'lib ketganligidan hasrat chekib, har kuni atigan Makkaning shimolidagi toshliq Abda degan joyga chiqib, Madina tarafga qarab yosh to'katdi. Toki u kech kirganda ondan qaytib kiratdi. Shunday qilib 1 yil o'tdi. Oxiri uningga urug' tuqqanlardan birisi ich og'irtib, "Bu bechorani yo'lga selib qo'yayli. Uni eridan va jigar parisidan ayirib etdik", dedi. Shuning bilan ular Ummu Salimaga "Xohlasang eringning qishig'i ketgin", deyishdi. Ummu Salima shu hamalla Abu Salima tarafdan o'g'lini ajratib elib, 500 kilometrdek yiroqlikdan Madinaga o'zi yolg'iz yo'lga chiqdi. U Tanim degan yerga borganda Shamdan kelayotgan Osmon ibn Talha ibn Abu Talha bilan uchrashdi. U Ummu Salamaning ahvolini uqqandan keyin keyniga yenib, uningga hamroh bo'lib Madinaga olib qo'ydi. Osmon ibn Talha Ummu Salimaga Quba kentini yiroqdan ko'rsatib turib, "Yuring, kirib keting. Alloh aman qilg'ay. Eringiz Mushkentda", deb qo'yib Makkaga qaytdi. Ikkinchi, Suhayb ibn Sinan Rumi. Suhayb Makkadan hijrat qilib chiqib ketmoqchi bo'lganda, Quraysh kofirlari uningga ko'z qizartdi va "Sen yurtimizga hech narsa yo'q paydo bo'lgan eding. Bizning qo'llab arg'a elishimiz bilan pul molliq bo'lding. Inovat obro'ga erishding. Amdilikda sen hamma narsangni elib bu yerdan chiqib ketmoqchi bo'layotamsan? Yo'q, azbiroyi Xudo, hargiz undaq ish bo'lmaydi", deb oldini to'sdi. Bu chaqda Suhayb ularga "Mol dunyolarimni sizlarga tashlab chiqib ketsam, yo'limni bo'shtamsizlar?" degan edi. Ular "Shundaq", dedi. Shuning bilan Suhayb "Undaq bo'lsa, men mollarimni sizlarga qoldirib chiqib ketay", dedi. Payg'ambar alayhisalom buni anglab, "Suhayb bu savdoda foyda oldi. Suhayb bu savdoda foyda oldi", deb takrorladi. 3. Umar ibn Xattob bilan Iyash ibn Rabi'a, Hisham ibn As qatorliqlar Makka sirtidagi bir joyda qo'nib, ertasi shu yerdan Udul Madinaga qarab yurib ketishga va'dalashgan edi. Rost degandek, kechda Umar bilan Iyash keladi. Hisham kelolmadi. Shuning bilan bu ikkalan Madinaga kelib, Quba degan kentga tushib turganda, Abu Jahl bilan uning qarindoshi Haris Iyashning keynidan iz besib qo'g'lab kelib, "Onamiz seni ko'rmagicha beshiga tag'oq salmaslikni, issiqdan soyidimaslikni o'ziga nazar qilib turib oldi. Shunga qaytib ketaydi", deb turib oldi. Ularning onasi bir edi. Iyashning onasiga ichi og'rib ketib, qaytish qaroriga keldi. Bu chaqda Umar uningga "Ey Iyash, Alloh bilan qasamki, ular har qachon seni diningdan yondirib etmoqchimikin deyman. Shunga ulardan hezi bo'lgin. Qasam qilamanki, onangning kallasini pit bo'qsa, cho'qim beshiga tag'oq soladi. Makkaning aptipida ko'ysa, albatta soyidaydi", degan bo'lsa-mu, Iyash ular bilan qaytib ketib, onasining qasami amalga oshgandan keyin yana keladiganligini aytib, Umarning gapiga unmadi. Umar uningga "Undaqda deganimni qilaman deb turib olsang, ma'o to'gamni elib ol.
bu yuvash, oyog'i ittik, obdan tuga. İloj bor tugidan tushmagin. Navoda bulardan sal g'ayirlik sezsang, ular bilan jiningni joylag'in, dedi. Shuning bilan Iyosh Umarning tugisiga minib, ular bilan yo'lga chiqdi. Hatto bir yerga kelganda Abu Jahl uningga: "Ey qarindishim, men bu tugamga bakmu jafo selavatdim. Meni kayningga mindirib olsang", dedi. Iyosh: "Bo'ladi", dedi. Shuning bilan u tugisini cho'ktirdi. Abu Jahl bilan Harismo tang cho'ktirdi. Ular yerga tushib, hammasi tugdan ayrildi. Abu Jahl bilan Haris Iyoshga tang etilib berib, uni yotqizib chambarchas bog'lab etdi. Ondan shu peti tugiga chetib, haydab, ko'p kunduzda Makkaga akirdi va yuqori ovozda: "Ey xaloyiq, Makka ahli, to'g'ri xatoni ayray olmaydigan ahmoqlarni mana mushundoq qilg'uluq. Sizlarmi mushundoq qilinglar", deb elga ibrat qildi. Mana bu üç ish mushriklarning hijrat qilmoqchi bo'lganlarni bilib qolsa qo'llanadigan vositalarning misolidir. Lekin kishilar yanala orqama-orqadan Makkadan chiqib ketishdi. Aqaba cho'ng bayti o'tkazilib, 2 oydan keyin Makkada Rasululloh, Abu Bakri, Ali va mushriklar majbur tutib qolganlardan boshqa hech kim qolmadi. Rasulullohmo Alloh tarafidan hijrat buyrug'ini kutib, safar tayyorligini tal qilib turdi va Abu Bakrimo ham shunday qildi. İmam Buxoriy Aisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilgan hadisda mundaq deyiladi: Rasululloh musulmonlarga: "Manga sizlarning hijrat diyoringlar 2 toshliq o'ttirsidagi bir xo'rmizorliq zamini ekanligi ko'rsatildi", degan edi. Shunga hijrat qilmoqchi bo'lganlar Madina tarafga hijrat qildi. Chunki Madinaning 2 tarafi toshliq zamin edi. Abaystonga hijrat qilganlarning ko'pinchisi Madinaga qaytib keldi. Abu Bakrmo Madinaga hijrat qilishga tayyor bo'lgan edi. Ammo Rasululloh uningga: "To'xtab turgin. Menmo Allohning ijozatini kutyapman", dedi. Abu Bakr: "Shundaqmi, ey Rasululloh? Senmo hijratni umid qilamsan? Ota-onam sana fidodir", dedi. Rasululloh: "Ha-a", deb javob berdi. Shuning bilan Abu Bakr Rasululloh hamroh bo'lish uchun to'xtab turdi va o'zining 2 tugisiga 4 oydak Sumri darxining g'azog'ini berib boqdi. Quraysh kengash yurtidagi suiqasd. Mushriklar Payg'ambar alayhisolamning sahobalarining kecha kunduzlab tayyorlik qilib, mol dunyo va bola chaqinlarni ilib, Aviz, Xazraj qabilalariga ko'chib ketayotganligini ko'rib, bir xil qo'rqinish va g'am andishiga patdi va buni cho'ng shumliqning bishorati deb bildi. Ansizlik va sarosima ularga mislsiz vahima bilan devaylab kelmoqda edi. Qisqasi, ularning dini va iqtisodiy mavjudiyatiga tahdid selayotgan haqiqiy cho'ng bir xavf-xatar ko'langisi ularning ko'z oldida namoyon bo'lishga boshladi. Mushriklar Muhammad alayhisolamning vujudidagi to'g'ri rahbarlik iqtidori va ommani ittifoqlashtirishdagi dono yetakchilik qilish aloyidligi bilan uning xalq orasidagi g'oyat zo'r ta'sirini va sahoba karamlardagi qat'iy iroda, samimiy sadoqat va Rasululloh uchun jon fido qilish ruhini, eng muhimi Aviz, Xazraj qabilalaridagi yo'shirin kuch-quvvat bilan bu qabilalardagi oqillarning tinchlik va yarashishga talpinayotganligini, ular uzun yillar davom qilgan ichki urushning dardini ko'p tatganlikdan endi o'zaro adovatlashishni tashlab, ab o'tishga chaqiriq qilishganliklarini nihoyat obdan bilatdi. Shuningdek, Madinaning Qizil dengiz bo'yidagi Yamandan Shamga mangadigan yo'l bo'yiga joylashishidek muhim strategik o'rnini hammadan obdan bilatdi. Taif va boshqa arab qabilalarining tijorat sommasini hisoblamaganda, faqat Makkaliklarningla Sham bilan bo'lgan tijorati yiliga 250 ming dinar qimmatidagi mol-mulkni shu yo'l orqali aylantirg'ili bo'ladi. Hammaga ma'lumki, bundaq tijoratning muqim rivojlanishi va ro'naq tepishi mushu yo'lning omon esanligi va bexatarligi bilan bevosita munosabatlik. Navoda islom davlati Yasrabni markaziy baza qilib, yerlik aholilar bilan birlikda Makkaliklarga qarshi tursa, Qurayshning savdo tijoratining qanchalik cho'ng qirishga duch kelganligi nihoyat aniq edi. Mana mushularni o'ylab, mushriklar o'zlarining mavjudiyatiga tahdid selayotgan cho'ng bir xavf-xatarning iz besib kelayotganligini his qilishdi. Va islom davlatining yo'lboshchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan iborat bu cho'ng xavf-xatarning atrofga tarab yiltiz tortib ketmaslik uchun eng unumli bir chora-tadbir izlashga boshladi. Bi'satning 14-yili Safar oyi 20-kuni, milodiya 622-yili 9-oyning 12-kuni. Ya'ni Aqaba cho'ng bay'itidan 2,5 oydan keyin payshanba atiganda Quraysh parlamenti
islom davlatining yo'lboshchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nuqtaliq muzokara qilib, uni tezdan bir taraf qilishga kafolatlik qilgani bo'ladigan va davlat nurini yer yuzidan talfix o'chiralaydigan keskin bir tadbir tepish uchun o'z tarixidagi eng qabohatlik bir yig'inni chaqirdi. Yig'inga Quraysh qabilasiga tava har qaysi jamiyat va urug'tosh aymoqlarning vakillik xarakteriga ega kishilar qatnashdi. Quraysh qabilalaridan bu qabohatlik yig'in qatnashgan asosiy vakillar tuvandikilardan iborat. 1. Abu Jahl ibn Hisham, Bani Mag'zum jamiyatidan. 2. Jubayr ibn Mut'im, Tuayma ibn Adi va Haris ibn Amir, Bani Nawfal ibn Abdumanaf jamiyatidan. 3. Shayba va Utba, Rabi'aning ikki o'g'li. Abu Sufyan ibn Harb, Bani Abdushams ibn Abdumanaf jamiyatidan. 4. Nazr ibn Haris, Rasulullohning gajgisiga to'gining yenini tashlab qo'ygan kishi. Bani Abduddar jamiyatidan. 5. Abul Baxtari ibn Hisham Zami'a ibn Aswad va Hakim ibn Hizam, Bani Asad ibn Abdul Uzza jamiyatidan. 6. Nabiha va Munabbih, Hajjajning ikki o'g'li, Bani Sahi jamiyatidan. 7. Umayya ibn Xalaf, Bani Jumah jamiyatidan. Ular belgilangan vaqtda Darun Naduvatga yetib kelib edi. Ularga iblis mal'un raso kelishgan, to'n kiyib olgan salofatlik bir mo'ysibit kishi sifatida agishib kelib darvoza oldida to'xtadi. Ular Janobi Oqsoqol kim bo'ladikin deb so'radi. U men o'zim Najidlik. Sizlarning bu yig'ilishga bitishkininglar samimga yetgan edi. Shunga so'rininglar qatnashib fikringlarni anglab boqqim keldi. Yaxshiroq biror aql ko'rsatib qolsam ajab emas, dedi. Ular nihoyat yaxshi, marhamat, daxil bo'lg'aylar, deyishdi. Shuning bilan u Qurayshlar bilan yig'inga ishtirok qildi. Vakillarning qizg'in muzokara elib borganligi va Rasulullohni qatl qilishni qaror qilganligi. Yig'in qatnashchilari to'liqlanib bo'lgandan keyin taklif fikrlar va har xil tahlillar muzokaraga qo'yildi. Ular kollektiv holda bir qadam qizg'in g'ulg'ula qilishgandan keyin shaxslar bo'yicha fikr bayon qilishga boshladi. Abul Aswad so'z qilib, uni arimizni qo'g'lab chiqarayli, surgun qilib etayli, nagi berib, nadi o'ltiraqlashib qolsin. Karimiz bo'lmasin, biz o'z ishimizni puxtalab, ko'ngan qo'y, mingan o'y deb yuraverayli. Devidi uni Najidlik deb atab olgan Elqi Mo'ysibit oqsoqol, bo'lmaydi. Azbaroy xudo, bu dana fikr bo'lmadi. Qarmamsizlar, uning shirin zubonliqligini, jalbkor xushxo'yligini va Elqi da'vosi bilan nurg'un odamlarning qalbini o'ziga ram qilib olganligini. Qasam qilib ayta olmaymanki, agar shundoq qiladigan bo'lsanglar, u biror arab qabilasiga berib tushib, ularni o'ziga agashtirgandan keyin sizlarga hujum qilishdan, hatto sizlarni qonliq bostirib, xohlagancha oyoq osti qilishdan amin bo'lg'ili bo'lmaydi. Shunga boshqa fikringlar bo'lsa anglab boqayli, dedi. Shuning bilan Abul Baxtari meningcha uni tutib temir ishkollar bilan bog'lab hapsiga elib so'luytayli. Ondan uning ilgirki maslakdoshlari Zuhayra, Nabiga qatorliqlarga yetgan o'lim uningga yetkicha tutqun qilib turaydi, dedi. Najidlik eliq kishi, yo'q, azbaroyi xudo, bu hargiz oqilona tadbir emas. Men qasam qilib bera olmaymanki, navoda sizlar uni degininglardek hapsiga elib so'lavatsanglar, har qancha yo'shirun sir tutgan taqdirdimi, buni uning odamlari cho'qim o'qib qoladi-da, ular ushtum-tut qo'l selib, uni qutuldirib chiqib ketadi. Ondan to'planib kelib, sizlarni oxiri mag'lub qilmay qo'ymaydi. Bu obdan fikr bo'lmadi. Shunga boshqacharoq bir fikr o'ylab ko'ringlar, dedi. Kengayish a'zolari mazkur ikki taklif loyihasini rad qilib o'tgandan keyin hammaylarning birdek qo'llashiga erishgan intayin qabohatlik mundaq bir taklif o'ttirib qo'yildi. Bu vahshiyona taklifni Makka mushriklarining kattabeshi bosh jinoyatchi Abu Jahl ibn Hisham o'ttirib qo'ygan edi. U mundaq dedi: "Azbiroy xudo, bu haqda mening mundaq taklifim bor. Hozircha hech kishining o'yiga kelmadi." Vakillar: "Qandoq taklif bu, ey Abul Hakam?" deyishdi. Abu Jahl: "Har bir qabila o'z tavallikidagi nopozliq oilalardan qovul, jasoratlik, chevar yigitdan birdan yigitni chiqarib bersa, ularning hammasiga raso o'tkir qilishdan birdan qilich tutqizsak, ondan ular Muhammadning ustiga bostirib kirib, tangli qilich urib o'ltiribsa, shu on uningdan xotirjam bo'la olamiz. Chunki mushunda qilganda uning qisos qini hamma qabilalarga chechildi-da, natijada Abdumanaf jamiyati Quraysh qabilalarining hammasi bilan urush qilishga mador yetmaydi. Bu chaqda ular xun haqqi, ya'ni to'lamga rozi bo'lmay qolmaydi. Bu chaqda ular to'lam elishga rozi bo'lmay qolmaydi.
Biz ularga to'lam talab beramiz, ish saqiydi xolos. Devidi uni o'zini najitlik deb atib olgan elqi oqsoqol qoidadan ruhlanib, mana mao kishining gapi to'g'ri gap bo'ldi. Buningdek dono tadbir bo'lmaydi. Bu haqiqatan oqilona plan bo'ldi. deb bu qabohatlik planni maqtabli ketdi va Makka kengashi bu qabohatlik planni to'liq ovoz bilan tasdiqladi. Har qaysi qabila vakillari uylariga qaytib, bu qarorni tezdan ijro qilishga tayyorlik ko'rishga tutish qilib ketdi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh ushbu yo'lda qini haqqan tuproqlarga jafo chekkan bu din uchun